Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozor tuman markazida, Yangi Toshkent hududiga chegaradosh hudud. 1 kilometr naridan o'sha Yangi Toshkent qurilish ishlari boshlanib ketgan. Hovlimiz 9 sotix. 3 xonali uy bor. Alohida xonalar ham bor. Ko'rsatib bo'ladi. Olib turib dacha qilishga yoki xonadon sifatida ham chiroyli uy qurib qo'ysalar bo'ladi. Bir tarafidan qora suv, bir tarafidan ariqdan suv oqib o'tgan tiniq toza suv oqib o'tgan. Ikkinchi tarafidan salqin joylar, chinorlar o'sib turibdi bu yoqda katta ko'p. Gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari o'tgan. Hammasi uzluksiz ishlaydi. Egalari ko'chib ketishgan. Bu joyimiz oldin ham reklama qildik. 150 ming dollarga qo'ydik. Hozirgi narxi 125 ming dollar. Yana kelib turib sodalashsanglar bo'ladi, baraka qilsanglar bo'ladi. Yana o'tib beradigan joyi bor. Shundoq qora suvga primoy tushib ketasiz. 9 sotix hovli. Yo'q, past qismlari sizlarga tegishli bo'ladi, samozahvat. Kelib turib shu yerga chiroyli bir kottej qursanglar ham bo'ladi. Tuman markazi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Batafsil yana ko'rsatamiz, tushuntiramiz.